Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 8. bob. Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash bayonnomasi. O'tni paxtada, bigizni xaltada saqlag'ili bo'lmas. Chet eldagi muhojir Uyg'urlar yoki Uyg'ur tashkilotlari vatandagi xalqimizning irodasiga, orzu-armonlariga, talab-istaklarga vakillik qila olamdi? Uyg'ur Xitoy masalasida hal qilg'uch so'z haqqiga egami? Uyg'urlar bilan Xitoy orasidagi ziddiyatni hal qilish chorasini tepib chiqa olamdi? Bu savollarning javobiga o'tishdan ilgari Uyg'ur Xitoy munosabatlarining jarayoniga qarab chiqishga to'g'ri keladi. Uyg'urlar bilan Xitoylar orasidagi milliy ziddiyatning qachondan boshlab qaysi tarqida davomlashib kelayotganligini bayon qilish bu temada ortiqcha. Shundaq bo'lsa-mu, Xitoylarning Uyg'uristonga kirishi qanday boshlanganligini qisqacha ko'rib chiqsak, uningdan keyingi vaziyatlarimiz ustida to'g'ri tasavvurga, to'g'ri xulosaga ega bo'la olamiz. Xitoylarning Uyg'uriston tuproqlariga qadam bosishi 1759-yili Manjur imperiyasi vatanimizni ishg'ol qilgandan e'tiboran boshlandi. Mo'ng'ul imperiyasida Uyg'urlar muhim vazifalarni bajarib, imperiyaning sharqiy va shimoliy Yevropa, shimoliy va o'rta Afrika, o'rta sharq rayonlarigacha kengayishida Uyg'urlar muhim rol o'ynagandek, Manjur imperiyasining kengayishida Xitoylar muhim rol o'ynagan. Manjurlar 1644-yili Mong'oliyani ishg'ol qilib, Xitoy-Mo'ng'ul birlashma hukmronligidagi Mo'ng'ul-Xitoy rayonlarini Xitoylarning Mo'ng'ullarga biqinib tiklab chiqqan atalmish suloli davlatlarini, shundaqli butun Xitoy qavmini to'liq ishg'ol qilib, hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Uyg'uristonni ishg'ol qilish uchun bir asr tirkishdi. Bu davr Uyg'uristonda Saudiya Uyg'ur davlati qad ko'tarib, ro'naq tepib, ya'ni ichki urush natijasida zavolliq yuzlangan Saudiya davlatiga bay'at qilishdan bosh tortib, isyonkor holatda turayotgan qalmoqlar bilan Apaq Xo'ja Ishon qo'shinlari ittifoq tuzib, Saudiya davlatini yiqitgan. Butun Uyg'uriston hududi bo'yicha muqimsizlik, isyon tufayli davlatning uli bo'shab, har yurtda o'z oldiga bir podshohlik, xonlik shakllanib, o'zaro urushib, mag'durdan to'liq ayrilgan mezgilda 1759-yili Manjur islohchilari Uyg'uristonni to'liq ishg'ol qildi. Uyg'uriston hukmronligi ichidan parchalanib, qanchalik ojiz holga tushib qolgan bo'lishi boshqa bir masala bo'lib, bu tuproqni Manjuriya o'z ishg'oliyati ostiga elishi yana bir cho'ng masala edi. Ya'ni Uyg'urlar ichidan parchalanib, kuchidan ketibdi, u yana darhol besolayli debla askar tortib kirib besib olgudek Manjur imperiyasining 15i yo'q edi. Dunyoni zilzilaga solgan Mo'ng'ullarni yitlab minib, 2 asr ichida Uyg'urlashtirib etgan. Bu millatning hududlariga olib qaragudek qop yuraklar texi dunyoga to'ralmagan tursa, Manjur imperatori Chenlong qaysi beshi bilan bu tuproqqa besib kira olsin? Mushu yerda temiga munosabati bo'lmasimi Uyg'urlarga qisqacha qarab chiqayli. Sharqiy shimoldan 8-asrlarda g'arbga ko'chgan Uyg'urlar al-Misaqdan tortib mushu tuproqlarda makonlashib, yurt qurib, xonlik tiklab, jahon so'rab, shohini yashab kelayotgan yerlik Uyg'ur qarindoshlari bilan ich quyun, tosh quyun o'zlashdi. Ham tez sur'atda o'zaro siyosiy tajriba almashtirib, davlat boshqarish an'analarini yakunlab, rayon xarakterli davlat shakllantirishga yuzlandi. Qancha o'nlagan cho'ng kichik mustaqil xonlik va podshohliklar yemirilib, berkib 13-asrgacha Kansu Uyg'ur davlati, Quju Itqut Uyg'ur davlati, Haqaniya Uyg'ur davlati qatorliq parallel 3 cho'ng davlatni qurdi. 2 asrga yaqin mustaqil saltanat surgan Kansu Uyg'ur davlati ichki bo'linish va tashqi jihatdan Tibetliklarning
ittifoqdosh hujumida parchalanib, bir parcha tuproq, ya'ni Ganju Uyg'ur xalqining bir qismi aholisi bilan Tibetga qo'shilib tugidi. Va qolgan qismi Quju Uyg'ur davlatining himoyasiga o'tib, siyosiy mavjudligini davomlashtirdi. Kangsudan qo'shilgan Uyg'urlar bilan Quju davlatining aholi soni ko'payib, yer ko'lami kengayib, kuchlanish fursatiga erishdi. Quju Uyg'ur davlati sharqda Kangsudan g'arbda Kuchargacha keng rayonga hukmronlik qildi. Xaqaniya Uyg'ur davlati sharqda Kuchar bilan, shimoliy Balqash ko'li bilan, g'arbiy hozirgi butun O'rta Osiyo, Afg'oniston, Kashmir bilan, janubiy Tibet hududigacha bo'lgan bepoyon tuproqlar bilan chegaralanadi. Bu davrda Kuchar ikki Uyg'ur davlati o'rtasida tarafsiz davlat bo'lib, har ikki Uyg'ur davlatining siyosiy, iqtisodiy munosabat almashtirishiga imkoniyat yaratib berish rolini o'ynaydi. 10-asrning oldingi yarmidan boshlab Xaqaniya Uyg'ur davlati islomni qabul qildi. Quju Uyg'ur davlatining hokimiyat qatlami va fuqarolarning bir qismi butparastlashib ketgan bo'lsa-mu, fuqarolarning g'olliq bir qismi Uyg'urlarning qadimgi bir xudolik dini bo'lgan osmon ilohiy diniga e'tiqod qiladi. Ikki Uyg'ur davlati o'rtasida diniy to'qinishlar bo'lib turdi. İslami davlatning hokimiyat qatlamidan fuqarolargacha to'liq qabul qilgan Xaqaniya davlatining nufuzi oshgan sari davlat hududimi kengayishga boshladi. 10-asrning oxirigacha butun Kuchar davlati islomni qabul qilib, Xaqaniya Uyg'ur davlatiga qo'shilib ketdi. Tarafsiz Kuchar davlatining tavalligi bo'lsa, sharqda bosh agim, ya'ni hozirgi Ko'rli bilan Qora shaharning orasiga tog' tizmasigacha. G'arbiy Yantoq quduq, ya'ni hozirgi Oqsuga yaqin Qorayulg'un cho'lligi. Shimoliy Tangri teg'ining o'rta balliqi, ya'ni hozirgi Boyinbuloq. Janubda Taklamakonning o'rta qismigacha bo'lgan keng zaminga yayiladi. Kuchar davlatining Xaqaniyaga qo'shilib ketishi Quju Idiqut davlatiga o'rnini to'ldiruvsiz iqtisodiy ziyon selish bilan bir vaqtda siyosiy muqimsizlik, chegara tahdidi, Xaqaniya davlati bilan ilib borilgan savdo munosabat, diplomatik munosabat qatorliq nurg'un jihatlarda oqibatini tasavvur qiluvsiz bir halokatli vaziyatni shakllantirdi. Shuning bilan ikki Uyg'ur davlatining chegarasi bevosita tutishib turg'achqa o'zaro to'qinishlar, tavalligiga bostirib kirib qirg'in qilishlar yuz berib turadigan dushmanlik vaziyat shakllandi. Ikki Uyg'ur davlati orasida gohida urush, gohida tinchlik kelishim bo'lib turadi. O'zaro urushib qolgan taqdirdami tashqi dushmanlarga birlikda taqobil turib, davlat hududlarini birlikda qo'g'dishadi. Her ikkili Uyg'ur davlatining diniy e'tiqodi farqli bo'lsa-mu, din orqali o'zlashtirilayotgan madaniyatda farqlar zo'rib menayotgan bo'lsa-mu, lekin tildagi va qondagi birlik ularning qarindoshlik beg'ini mustahkam tutib turadi. Bu qarindosh ikki Uyg'ur davlati toza rivojlanib, kuchlanib, bariga yetish davriga kirganda 12-asrning dastlabki choraklaridan e'tiboran Xaqaniya davlatida taxt varislarining hokimiyat qilish majrosi portildi. 10 yillab davomlashgan husumat, jidal majro qon to'kilishgacha berib yetdi. 1141-yili hokimiyatda murassa qilolmay G'arbiy Qaraxoniya va Sharqiy Qaraxoniyadan iborat ikki davlatga bo'lindi. G'arbiy Qaraxoniya davlati ancha uzunga bormay bir qancha tang huquqli xonlik va shohliklarga parchalandi. Xonliklar orasida ziddiyat kuchayib, qonli urushlar bo'lib turdi. Asrlab fursat kutib turgan Persiya va Arab hukmronlari qo'l tiqib istilo hujumlarida qo'zg'adi. Sharqiy Qaraxoniya davlatimi ba'zi qo'shin avatib urush qilib turdi. G'arbiy Qaraxoniya davlati bo'linib chiqib, yarim asrgacha o'z ichidan parchalanish va sirtning hujumi natijasida barbod holga tushib qoldi. Shunda xatarlik paytda Qara Xitoylar, ya'ni Qara Xitoylar 3 cho'ng Hun qabilasining biri yoki Mongol qabilasining biri deb izohat beriladi. Hun qabilasi ekanligiga etnik tadqiqot isboti kuchli.
Yani xatarlik paytda Qora Xitoylar isyon ko'tarib, G'arbiy Qaraxoniya hokimiyatini yiqitdi. Bu urushqa Sharqiy Qaraxoniya davlatini qo'l tiqib, ya'ni G'arbiy Qaraxoniyaning munqariz holatini fursat bilib, idorasi ostiga olish uchunmi yoki Qora Xitoylarga zarba berib davlatni birlikka keltirish uchunmi bu haqda aniq bir tahlil yo'q. Yani Qaraxoniya davlatimi qo'l tiqib urushga kirdi. Lekin Sharqiy Qaraxoniyami Qora Xitoylarga qarshi urushda yengilib munqariz bo'ldi. Mushundaq bir fursatning kelishini uzundan beri saqlab turgan Mo'ng'ul qabilalar ittifoqining sarkardasi Timuchin O'rxun vodiysining g'arbga yurish qilish farmonini jakarladi. Quju Uyg'ur davlatining xaqoni Barchoq Artekin 1209 yılı Ətyazda Timuçinga beyatname yollab, ittifaq o'rnatadiganligini bildirdi. Çünkü Moğol ittifaqı tarkibida Qirg'iz, Tatar, Merket, Qalmuq qatorliq Uyg'urlar bilan qarindosh millat va qabilalar muhim o'rin va nüfuzga ega bo'lib, ularga qarshi urush qilish bir tarafdan o'z yig'ida o'z kuchini qo'rish bo'lsa, yana bir tarafdan Quju Uyg'ur davlatiga yordamlashadigan boshqa kuchmi yo'q edi. Şuna urushdan mag'lub bo'lib, xoni vayron bo'lgandan ko'ra, qarindosh do'st dushman bilan ittifoq o'rnatish taktikasini qo'llanish oqilonalik edi. Quju davlati yo'llagan bay'atnomidagi barliq ittifoqdoshlik shartnomasini Timuchin to'liq ma'qul ko'rdi ham tinchlik bilan qo'lga kelgan g'alabasining beshi ko'kka yetgandek tantana qildi. Quju davlatining bu tadbiri har ikki taraf uchun foydali bo'lib, Timuchinning az chiqim bilan dushmansiz olg'a ilgirlash, ittifoqdoshligini qo'lga keltirish bo'lib hisoblansa, Quju davlati uchun Mo'ng'ullarning g'alabasiga chiqimsiz o'rtaq bo'lish, muhimi davlat xalqining amonligini, tinch ro'naq tepishni saqlab qolganligi bo'lib hisoblanadi. 1211 yil yozda Xaqon Barchoq Artekin Timuchinga salom berish ve birlikte plan tuzish niyatida Qaraqurimdagi Timuchinning qarorgohiga bordi. İttifaqlik ve kelgusdagi muqim do'stlikning o'lini qurish uchun Timuchin o'z qizini Quju davlatining podshohi Barchoq Artekinga yotliq qildi. Hem onu 4 o'g'illariga yondosh 5-o'g'li o'rinda taxt varis qilib tayinladi. Timuchinning g'arbga yurish qilish plani qayta ko'zdan kechirilib, urushga tayyorlik qilish birdak ma'qullandi. 1212 yılı Ətyazda Moğol Quju birleşme qo'shini G'arbiy Qaraxoniyani munqariz qilgan Qora Xitoylarga shiddatli hujum boshladi. Bir oyga yetmagan jangda Qora Xitoylar to'liq yo'qotildi va asir elindi. Uningdan boshqa mustaqil xalqlar, shohliklar bilan bo'lgan jangda G'arbiy Qaraxoniya tavalligi to'liq xarobalikka aylantirildi. Qilich o'q yay tutqidak saq erkishi qolmadi. Yarim yilga yaqin davom qilgan urushning oqibatidan hazar qilgan Sharqiy Qaraxoniya davlati Timuchin bilan ittifoq tuzish shartnomasi va bay'atnomasini yo'lladi. Qora Xitoy qo'shinlariga va G'arbiy Qaraxoniya territoriyasiga mustaqil xalqlarga qarshi urushda ig'ir chiqimga uchragan Timuchinga Sharqiy Qaraxoniya davlatining bay'atnomasi yangi umid, yangi jasorat, ishonch bag'ishladi. Bay'atnomada o'ttirg'i qo'yilgan har qanday shartlarni istisnosiz qabul qilgan Timuchin cho'ng qurultay yig'ini chaqirdi. Qurultayda yangi qonunlar ma'qullandi. Timuchin Chingizxon degan oliy martabaga, ya'ni xonlarning xaqoni bo'lib saylandi. Barliq Uyg'ur xaqonlari xon podshoh bo'lib, burunqi mansablardan bir baldaq tuvan o'ringa saylandi va o'z tuproqlarini idora qilish bilan birga Mo'ng'ul imperiyasining tarkibida o'rtaq hukmronlar bo'lib tayinlandi. Mushu navbatli qurultayda Uyg'ur xon podshohlar Mo'ng'ul imperiyasida siyosiy maslahatchilar hay'atini tashkil qilgandan boshqa savdo, iqtisod boshqarish, hunar, san'at, ma'arif, diplomatiya, terimchilik qatorliq vazoratlarga tayinlandi. Chingizxon va uning urug' aymoq qabilasi
harbiy va tashqi siyosat ishlarini bajarishga mas'ul bo'ldi. İmperiyanın nomi Moğol xaqanligi deb atalish joylardagi shohliqlarni Moğollar, ya'ni Moğollar deb atash bekitildi. Shuning bilan 370 yil hukm surgan Quju İdiqut Uyg'ur davlati, Kangsu Uyg'ur davlati va Xaqaniya Uyg'ur davlati bir vaqtda tarixga aylandi. 1212 yıldan başlap Sultan Sa'diya Xanның islohat davri, ya'ni 1514 yiligacha bo'lgan aralıqda 300 yil Kangsudan Kashmirgacha, Balqashdan Oltin toqqacha bo'lgan 6000 parsah, ya'ni 6 million kvadrat kilometr zamindagi Uyg'ur xaqanligi Moğoliston va Chag'atay xonligi deb ataldi. Ya'ni bu davrdagi Moğolistonlik bo'lish etnik uqum bo'lmasdan balki siyosiy nom bo'lib, xuddi bugungi Yevropalik bo'lgandek, Amerikalik va NATOga a'zo bo'lgandek tushunchani bildiradi. Qurultay yig'inidan keyin qaror bo'yicha yot el, yot qabila, yot va dushman millatlarning tuproqlariga bir boshdan diplomatik siyosiy munosabat boshlansa, bir yoqdan harbiy yurish boshlandi. 3 yil ichida butun Xitoy sepilining ichi Janubiy Xitoy dengizigacha fatih qilindi. 10 yil ichida g'arbda Anadolu, O'rta Sharq, Sharqiy Afrika, Hindiston, Sharqiy va Shimoliy Yevropa Mo'g'ul imperiyasiga bay'at qildi yoki ishg'ol qilindi. Chingizxon butun imperiya tuproqlarini 5 o'g'illarga taqsimlab, o'zi hayot vaqtida taxt talashish majrosiga xotim berdi. Sobiq Quju Uyg'ur davlati, sobiq Xaqaniya davlati tuproqlari Chag'atayga taqsimlandi. Chag'atay tavalligidagi Mo'g'ullar 100 yil ichida uyg'urlashib musulmon bo'lib ketdi. 1330-yili Chag'atay xonning navralaridan bo'lgan taxt varisi Tug'luq Temirxon butun Chag'atay davlatini musulmon deb e'lon qildi. 1514-yili Tug'luq Temirxonning navralaridan taxt varisi Sultan Saidixon Mo'g'uliston Chag'atay eli degan nomga xotim berib, Saidiya Uyg'ur davlati nomini jakarladi va Saidiya sulolasini qurdi. Dal mushu davrda Sultan Saidixonning bir navr inisi Zahriddin Muhammad Babur qo'shin tashkillab Hindistonga yurish qildi. Zahriddin Muhammad Babur Dehli, Lahor, Agra qatorliq joylardagi ayrim o'z oldiga mustaqil Mo'g'ul musulmon, ya'ni Uyg'ur podshohlarini yemirib 1526-yili Mo'g'ul imperiyasini qurib, Boburiylar sulolasini tikladi. O'z zamonida Tug'luq Temirxonning amri bilan Uyg'ur tili asosi shakllanishga boshlagan o'rtaq til yoziq, ya'ni Chag'atay tili bu davrga kelganda gullanib, kuchlanib, butun Saidiya tuproqlarida adabiy til holiga kelish bilan birga arab, faris, kurd tillariga bo'g'ilib, yo'qolishga boshlagan Osmoniya imperiyasining til bo'shliqini to'liqlab, davlatning markaziy tili holiga kelgan bo'lsa, Boburiylar bu til asosida Hindistonda Urdu tilini tuzib chiqdi. Urdu tili shu zamondagi Hindistonda davlat tili, adabiy til bo'lib, 1800 turli tilda so'zlashilgan Hindiston xalqining tilini ixchamlashga, Urdu tilining rolidan o'rnak olib, hindi tilini mukammallashtirishga, til birligi asosida hindi hokimiyatini markazlashtirishga yo'l soldi. Shuningdek 2000 dan ortiq hindi qabilalarining o'zaro birikib, yemirilib kuchli hindi millatining tashkillanishiga zamin hozirladi. Bu tarixni bir qatim yig'inchoqlaganda sharqda Xitoy sepiligicha, g'arbda Anadolugacha, shimolda Balqash, janubda Saylun bo'g'zigacha yashab o'tgan Bayashat saltanat qurib shahar so'rgan, shahar so'rayotgan ijodkor zamonavilikni, ilg'orlikni, insoniylikni targ'ib qilgan, qadam izi yetgan yerda go'zallik barpo qilgan bir millatning borligiga ko'z yumish aslo mumkin emas. Ashu millatning tirishchanligi bilan dillar orasida, madaniyatlar orasida, qisqasi insonlar orasida inoqlik, do'stlik quriladi. U millat ushoq qabilalarni birlashtiradi. Til bilishmaydigan jidalxo'r qabila urug' aymoqlarga til ijod qilib berib, tinchlikning yo'lini ochadi. U millatning nomi har xil davrda har xil atalsimi, Hun deyilsimi, Turk deyilsimi, O'g'iz deyilsimi,
Qarluq deyilsimi, Selçuklular deyilsimi, Moğol deyilsimi, topraklarının namı bazıdan Moğolistan, bazı Çağatay, bazı Türkistan deyilsimi, o milletin ruhi özgermedi. Mahiyeti özgermedi. O milletin cevheride, genide Uyghur yazıqlıq bolğaçqa bu cevherini inkar qılıpmı, yatlaştırıpmı hiç kim məqsədiga yetəlməydi. Lekin 3-cü qetim güllünüş, tiriliş, dünyanın xo'jayin bo'lish plani bilan boylik, tuproq va qul izlayotgan Yevropaliklardan İngiliz, Portugiz, Holland, Danish qatorliq kengaymichi, sömürgüchi ellar 1598 yillardan e'tiboran Hindiston tuproqlarini az-azdan yunib kantolashga boshladi. Baburilarga qarshi va hindlarning mavjudligiga qarshi xristian missionerlarning urug'ini chashdi. Hatta Baburilarning shoh qasrigacha qurolli hujum qo'zg'adi. Biroq ular tuproq o'g'irlashdan, din o'g'irlashdan boshqa moddiy, siyosiy natijaga erisha olmadi. Butun dengiz qatnashining 5dan 3 qismini, Osiyo, Afrika tuproqlarining 3dan 2 qismini, Yevropa qit'asining 5dan 1 qismini idora qilib, gullantirib, islomiy adolatni, tinchlikni, musulmonlik, insoniy axloqni qanot yaydirayotgan Saydiya Baburi ve Osmaniye qatorliq qarindosh hukmronlarni yiqitmaguncha Yevropaliklar maqsadlariga yetolmaydi. Ular Baburi ve Osmaniye territoriyasiga 150 yil xiris qilibmi, unumli natijaga erisha olmagandan keyin masalaning yiltizini tepib chiqishga kelishdi. Ya'ni ko'lda suv qurimigacha küpte su tügümez. Bir köl var idi. O bütün güçlerini su bilen toldurduğun. Şu kölünü qandaq quritish kerak? Bir g'oyiy kuch bor edi. Bütün tellarga mağdur berdigan. Şu kuchni qandaq yo'qotish kerak? Bir ruh bor edi. G'oliblarga minat berdigan. Şu ruhni qandaq o'ltirish kerak? Yevropalik kengaymichilar savollarga javob tepishdi. Saydiya davlati Abbaq Xo'janing qariniyati xoinligi sababli yıkılgan bo'lsa-mu, lekin sobiq Saydiya davlati zamonida asliga qaytgan Uyg'ur ruhi qad ko'tarish uchun tirpinayotdi. Gerçi ular parçalanıp, bölünüp, o'zaro urush qilayotgan bo'lsa-mu, birikish uchun kuchli bir Uyg'ur davlatini qayta qurish uchun tavlanayotdi. İngilizlar, Portugiz, Holland va Danishlar Osmaniyaga Baburilarga qilayotgan hujumlarni to'xtatib, planni o'zgartdi. Ular yeni bir strategiya tuzib chiqdi. Ya'ni Manjuriyaga yordam berib, Uyg'uristonni ishg'ol qildirish kerak. 4 davlatning harbiy yordami Angliyaga to'planib, Çin imperiyasiga yetkazildi. Yevropaning zamoniy urush qurollari yordam berildi. Harbiy xarajati uchun o'simsiz 5 million sar oltin qarz berildi. Harbiy texnika, harbiy maslahatchilar bilan ta'minladi. Uyg'uristonni ishg'ol qila olishga to'liq qanoat hosil qilgan Manjur imperatori hujum boshladi. Qaq 20 yil urush qilib 500 ming chirikning o'lim bedeliga 1759-yili Uyg'uristonni ishg'ol qildi. Bu davrda Ruslarni biroz mag'durlanib qolgan bo'lg'achqa sobiq Saydiya tuproqlarining g'arbiy va shimoliy qismlariga besib kirish fursatiga erishdi. Rus bilan Manjur imperatorligi Uyg'ur tuproqlarini to'liq ishg'ol qilgandan keyin Yevropa birlashma qo'shini, ya'ni Hindiston Mo'g'ul imperiyasiga Babur sultonligiga qarshi urush ochdi. 100 yil davomlashgan Gahida sulhi, Gahida urush bilan 1858-yili Babur sultonligi to'liq yiqitildi. İngiliz, Portugiz, Hollandlar Hindistonni bir butun ishg'ol qildi. Ya'ni Osmaniya sultonligimi ajal sirtmig'iga yiqilib qoldi ve 60 yil keyin Yevropa birlashma hujumida yengilib, Aran taslifi yerim mustaqil holdagi Türkiye Cumhuriyetiga ega bo'la oldi. İngiliz boshchiligidagi Yevropa birlashma qo'shini Hindistonni ishg'ol ostiga to'liq elib bo'lgan yillari, ya'ni Uyg'urlarning Manjur ishg'oliga qarshi ko'targan 100 yillik inqilobi g'alaba qilib, Uyg'uristonda mustaqil Qashqariya Uyg'ur davlati, İli Uyg'ur sultonligidan iborat ikki parallel mustaqil Uyg'ur davlati qad ko'tardi. Qo'rchoq, Qumul xalqi Qumul, Turpan, Urumchi qatorliq joylarga qapsilib qoldi. Qumul xalqi Manjur imperiyasi qurib chiqqan Abnum podshohlik bo'lib,
Manjurlar Uyg'uristonni ishg'ol qilgan dastlabki mezgildala har qaysi yurtlarga egidorchilik qilayotgan Sa'diya sulolasi va Appaxo'ja sulolasidan kelib chiqqan xon jamoatlaridan o'z tuproqlariga qarata yerlik podshohlarga bo'lib har qaysi podshohlar Qumul xoniga bo'ysunadigan tuzum o'rnatgan edi. Shuningdek, Qumul xaqonligi yerlik siyosatga mas'ul. Almaliqda ta'sis qilingan G'ulji shahrida Qumul xaqonligi bilan teng darajada Beyjing xonga bevosita qarashliq Manjur harbiy hukmronligi davlat mudofaasi va Alvan g'alab yaroqni to'plashga mas'ul edi. Yerlik xon va podshohlarga yondosh Manjur imperiyasi va harbiy amaldorni tayinlab, uningdan tuvan darajalik mansablarga bir nafar Manjur, bir nafar Xitoy va bir nafar Uyg'ur amaldorni tayinlab, boshqarish sistemasini mukammallashtirgan edi. Qumul xaqonligidan boshlab yerlik xon va uningdan tuvan darajalik boshqarish sistemasida Manjur, Xitoy amaldorlar harbiy ishlarga, amallikqa va iqtisod boshqarishga mas'ul bo'lib, uningdan boshqa barliq boshqarish Uyg'ur xon va amaldorlarga oid edi. Yurt-yurtlarda shahar, nahiye ta'sis qilinib, madras, cho'ng masjid, qozixonalar bino qilindi. Uyg'urlar musulmon bo'lg'achqa kofir Beyjing xaqoniga isyon qiladi ekan. Shunga musulmonlar o'zining diniy aqidasi bilan yashasa tinchiydi deb qarab, Uyg'uristonda ahkomi shar'iy yo'l qo'ydi. Masjidning imomlariga, mudarrislarga, qozi, mufti, alam ulamolarga davlat xazinasidan oylik maosh belgiladi. Yetarlik masjid, madras, xonqa selish uchun Beyjing xoniga topshirilgan yillik alvandan ma'lum qismini ishlatishga ruxsat qilindi. Bu isyon ko'tarmasin deb sobiq Sa'diya xonligi tarafdorlariga atab Turpan Tuyuq Xo'ja mazirga Ashabul Kavif etikobxonasini soldirib, Ashabul Kavifni umrida 2 qatim tavob qilgan kishi haj ato qilgan bo'ladi deb fatvo e'lon qildirdi. Appaxo'jaga tevinadigan supi ishonlar uchun Hazratga mazar tiklab, Hazratni umrida 2 qatim tavob qilgan kishi haj tavob qilganning savobini oladi deb fatvo chiqardi. Podshohning amriga bo'ysunish vojib, qarshi isyon ko'tarish harom deb fatvo e'lon qilindi. U davrda bugungidek erlar soqol uchun, ayollar ro'mol uchun shahid bo'lmaydi. Musulmonlar namoz, ro'za uchun jihad qilmaydi. Chunki ahkomi shar'iy islom shariatini yo'l qo'yilmasa, soqol, ro'mol ibodat uchun hech kim badal to'lamaydi. Lekin Uyg'urlar 100 yil to'xtamay isyon ko'tardi, inqilob qildi. Nima uchun? Chunki Alloh egan bu millatni davlat qurib mustaqil yashasin. İnsanlarga o'z qo'li bilan yaxshilik qilsin. İnsanlarni ozod yashashga yetaklasin deb shundoq ruh bilan yaratgan ekan. Bu millat fitratga loyiq yashab, fitrat ustida o'ladigan millat ekan. Manjur imperiyasining hech nimasini qabul qilmadi. Bir isyon qanliq bostirilsa, yana bir isyon qo'zg'aladi. 100 yil davomlashgan urushda Uyg'urlar g'alaba qildi. Ishg'olchi Manjur imperiyasini chekindirdi. Manjur imperiyasi tiklab bergan Abdunum xaqonligi, Qumul, Turpan, Urumchi qatorliq joylarga qapsilib qoldi. Manjur imperiyasi Uyg'urlarni idora qila olmaydiganligini tulib yetdi ham qaytib bostirishdan voz kechdi. Manjurlar uchun ochiq alam shu bo'ldiki, o'z qo'li bilan tiklab qo'ygan yerlik xon, podshohlarni ba'zi isyonga qetib ketadi va yoki isyonchilarni qo'llaydi. Manjurlar bergan xonlikdan o'z podshosi Yoqub Begning qonliq qilichidan o'tkazilishini a'lo bilishadi. Chunki Yoqub xon mustaqil Uyg'ur davlatini qaytarib kelyotdi. Shuning uchun yerlik xon podshohlar, amaldorlar bo'ynini Yoqub xonning qonliq qilichiga agmakda edi. Qashqariya bilan Ili Uyg'ur sultonligidan iborat mustaqil ikki Uyg'ur davlatining parallel qad ko'tarishi Ingliz bilan ruslarning tushini buzib etdi. Ular Manjur imperatori bilan suhbatlashdi. Biroq Manjur imperatori Uyg'uristonni qayta ishg'ol qilishga ra'yining yo'qligini bildirdi. Uyg'urlarni ishg'ol qilib, putqulini bog'lab turishi Inglizlar bilan ruslarning manfaati uchun bak muhim strategiya edi. Shunga ular taslimchi Manjur imperatori bilan so'zishni to'xtatib, cho'ng harbiy generallarga pul berdi. Ham barliq yordamni ustiga oladiganligi to'g'risi va'da berishdi. Harbiy generallar imperatorning urush farmoni tushirishga qistadi. Ham
farmonni kutmay o'z oldiga darhol urush tayyorligini bitirishdi. Zozongtang boshchiligidagi generallar Qashqariyaga hujum boshlashdan xeyli burunla ruslar İli Uyg'ur sultonligini ishg'ol qilgach turdi. Zozongtang qo'mondonligidagi Manjur qo'shini Qashqariya davlatiga hujum boshladi. 1882-yili butun Uyg'uristonni Rus Manjur bosqinchilari ishg'ol qildi. Rossiya Uyg'ur ili sultonligini Manjur imperiyasiga majbur qaytarib berdi. Uning bedeliga 13 million rubli naqd pul, 4 million sar oltin, 6 million sar kumush tanga, Xitoy dengiz yo'lidan 4 kema yo'li, 160 ming kvadrat kilometrlik deniz porti talab qildi. Manjurlar ili Uyg'ur sultonligini qaytarib olsa, bak qimmat to'xtaydiganligini ham bu yerni idora qila olmaydiganligini bildirganda, solamchi ruslar bir qo'lliq idora qilib berdiganligini va'da qildi. Ham butun ili Uyg'ur sultonligi Bütün ili Uyg'ur sultonligi rayonidagi cho'ng kichik muhim shaharlarda Rus konsuli turg'izdi. İsyonni dal vaqtida bostiradigan zambirak, zamoniy qurollarni xalqning boshiga tiklab qo'ydi. Ruslarning bu siyosati faqat yetti suv va O'rta Osiyodagi yangi mustamlikasini saqlab qolishning birdan-bir chorasi edi. Ham ili Uyg'ur sultonligini o'zi to'liq besib olishdan andish qiladi. Chunki bu yerda Uyg'urning ruhi hayot edi. Manjur imperiyasi bu qatim buningdan burun Angliyadan olgan o'simsiz yordam qarzlarini qaytarib bo'lolmayotganini oz deganda Rossiyaning ili Uyg'ur sultonligini zo'rlab setishi yana bir balo qazo bo'lgan edi. Inglizlar, Portugiz va Hollandlar bilan birlashib Manjur imperiyasini qarz qaytarishga qistadi. 9 qizning to'lg'i bir tutdi deganda Manjur imperiyasi har tarafdan to'lg'oqning ostida qoldi. Shuning bilan Hong Kongga qo'shib, ya'ni 200 ta kichik orollarni 100 yillik naq nesi Angliyaga tutib berdi. Makao oralig'i 30 kichik orollarni qo'shib qiyomatgacha Portugaliyaga berib berdi. Manjur imperiyasining xazinasi qurg'izilib, Shah ordusining kundalik xarajatini qamdiy olmagan holga tushib qolg'achqa 1911-yili Manjurlar taxtdan tushib, hokimiyatni Xitoylar, ya'ni Xanzular o'tkazib oldi. Manjurlarning mazkur halokatlik taqdirini ularning Uyg'uristonni ishg'ol qilgan va isyonlarni bostirgan ashu 150 yil belgilagan bo'ldi. Manjurlardan hokimiyatni o'tkazib olib, Cumhuriyet qurib chiqqan Xitoylarning Uyg'uristonni idora qilish imkoniyati ham jur'ati yo'q edi. Bu davrda Uyg'uristonning shimoliy Ruslarning g'ayri rasmiy boshqarishi ostida edi. Sharqiy bilgi qo'rchoq podshoh Qumul xonning idorasi ostida markaz va butun janubiy rayon Qalduq Manjur, Xitoy va Uyg'ur amaldorlarining xohlagancha boshqarish ostida edi. Manjur imperiyasi yiqilib, oradan 20 yildan keyin Xotan Islom amirligi, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatlari qurildi. Bu hukumatlarning Uyg'uristonda mustaqil davlat qurishini Angliya bilan Rossiya xohlamadi. Angliya Gomindan hukumatini qo'llab madad berdi. Rossiya o'z qo'li bilan siyosiy diplomatiya o'yin va qurol kuch ishlatib, u hukumatlarni yo'qotdi. 10 yil keyin yana bir qatim Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati qurilgan edi. Unimi Rossiya, Angliya, Fransiya, Amerika xohlamadi va inkor qilib Xitoyga tutib berdi. Mushu yerda Xitoylarning Uyg'uristonga kirish jarayonini eslab chiqaylik. Xitoy Uyg'ur munosabat tarixini qanday o'ydirib yezib olishdan, ilmiy tadqiqot o'rinlarini qanday o'ydirma fakt bilan ta'minlashdan qat'iy nazar, ular Uyg'uristonga 1759-yildan e'tiboran Manjur ishg'oliyatchilarining soyasiga kirishga boshlagan. Xitoylar Uyg'uristonda markaziy xaqonlik, ya'ni Qumul xonligi idorasidagi harbiy safda, iqtisodiy boshqarishda 3-darajalik joylardagi xon va podshoh idoralaridagi shunday noyi darajalik idoralardagi siyosiy, iqtisodiy, harbiy ishlarda 2-darajalik mansabga o'ltirg'izilgan edi. Uningdan boshqa Xitoylarning vazifasi askarlik, chiriklik bo'lib, normal fuqarolik salohiyati yo'q edi. Xitoylar Manjur imperiyasining buyruqi va soyasida 150 yil Uyg'uristonda yuqoridagi o'rinlarda vazifa o'tash fursatiga ega bo'lgan.
Uyg'uristonda vazifa o'tash uchun tayinlanib keladigan Xitoy amaldorlar xat o'qib yoza oladigan savodliq bo'ladi yoki kotibi birga keladi. Chunki ular qilgan xizmatlardan o'zlari turgan joylardagi Uyg'urlarning umumiy ahvolidan yozma xotir qoldirib, bir nusxani Beijing xonga doklad qiladi. Bir nusxasini o'zidan keyin keladigan amaldorlarga qo'llanma sifatida topshiradi. Mushu tariqada Uyg'uristonda 150 yil xizmat qilgan Xitoy amaldorlar Uyg'urlar va Uyg'uriston to'g'risida bizmi bilib yetib bo'lolmagan darajada har taraflama mukammal tadqiqot natijasiga, tadqiqot materialiga va naq faktlarga ega bo'lgan edi. Shu tarixiy saboq tajribalarining ko'rsatmasi bilan Xitoylar bizni qandoq boshqarishni biladi. Achchig'imiz kelib qolsa qandoq papilashni, yavash bo'lib qolsa qandoq bo'zaq qilishni, isyon ko'tarsa qandoq aldashni, sulga kelib taslim bo'lsa qandoq jazolashni bizdan ming hassa yaxshi biladi. Aramizga munofiqlardan qandoq foydalanishni, aramizga payloqchilarni qandoq kirgizishni, aramizga g'alchilarni qandoq yetaklab, bizni qandoq ozdirishni, qandoq yo'qotishni qusursiz mukammal darajada yaxshi biladi. Lekin dunyoni hayron qoldirayotgan bir ajoyib reallik shuki, 150 yillik tarixdagi tajribani ishga solibmi, bizni majrosiz, tinch boshqara olmay, bizning o'lgida qo'rqayotganligidir. Xitoylar qo'rqayotgan narsa bizga kuch, mag'dur, yana allaqanday bir narsalarimiz emas, balki Uyg'ur bo'lganligimizdan qo'rqadi. Bizga Uyg'uriyatlik javhardan qo'rqadi. Biz mayli dindor bo'laylik, mayli sodigar, hunarvan, dehqon bo'laylik, mayli ahli o'lima, mayli ziyoli apandi bo'laylik, mayli taqvodor, mayli kayib sapa, mayli o'g'ri qimorvoz, mayli boy, mayli gadoy bo'laylik, Xitoy bizning Uyg'ur ekanligimizdan qo'rqadi. Yoshlarimizdan, yashanganlarimizdan, erlarimizdan, ayollarimizdan, tug'ilayotgan bovoqlarimizdan qo'rqadi. Shunga avlodlarimizni to'liq xitoylashtirib etish uchun minglagan tadbirlarni ishga solmoqda. Bizning burt soqollarimizdan, yog'liq romanlarimizdan qo'rqadi. Hatto aramizga Xitoyga manfaat yetkazadigan munofiqlardan, o'zlari tarbiyalab aramizga kirgizib qo'ygan holjilardan qo'rqadi. Lekin bizning ehtiyojimiz Xitoylarning bizdan qo'rqishiga emas. Lekin bizning ehtiyojimiz Xitoylarning bizdan qo'rqishiga emas, Xitoylarning bizdan qo'rqib ketayotganiga bizning mushkimiz oftobga chiqolmaydi. Bizning ehtiyojimiz Xitoylarning vatanimizdan tal-tukis chiqib ketishidir. Bizning maqsadimiz Xitoysiz mustaqil Uyg'ur davlati qurishdir. Mushu nuqta atrofida temitki negizlik masalani yig'inchoqlab ko'rib chiqaylik. Uyg'urlar elib berayotgan da'vo talablarining nishoni, harakatlarining maqsadi Xitoysiz mustaqil Uyg'ur davlati qurishmi? Yoki avtonomiya huquqini elib Xitoy davlatining boshqarishi ostida Xitoyga fuqaro bo'lib yashashmi? Chet eldagi vatan qutqizish harakatining siyosiy qanotida dastlab qilib, ya'ni 1996-yillarning oxiridan e'tiboran Yoshlar qurultayining programma va tashviqotlarida Sharqiy Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilamiz degan diplomatik shuar o'tirib chiqqan edi. Keyin 2004-yili aprel milliy qurultoyi bilan Yoshlar qurultayi birikib, Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lganda tashkilotning nizomnomasi, xitobnomasi va bayonotlarida Sharqiy Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilamiz degan shuar takror yozilib, ochiq-oshkor e'lon qilindi. Ya'ni buning shu chog'ki ba'zi bir sabablarni oldingi boblarda bir qadar tushunishli bayon qilgan edim. Shuning bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiga qarashli Yevropadagi nurg'unlagan Uyg'ur jamiyatlari mazkur shuarni dastur qilib o'zlashtirib olishgan edi. Uningsizmi u jamiyatlar siyosiylikni yo'qotib, allabir ismiga loyiq ijtimoiy iqlimga aylanib bo'lgan yoki qurilishida siyosiyligi yo'q mashrab tashkiloti holatida qurilgan edi. Qandaqli bo'lmasin, o'zlarini Sharqiy Turkiston davosining chet eldagi birdan-bir oliy huquqliq qonunliq organi biz deb jakarlagan bosh markaz Dunyo Uyg'ur qurultayining hiliqi shuari ular uchun bir muqaddaslik bo'lib qolgan edi.
Uningdan keyin 2011 yil 2 may Washingtonda chaqirilgan Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi yig'inida mazkur shuar xalqaroliq so'rinda butun dunyoga e'lon qilindi. Yig'inga qatnashganlar orasida u-shunos, bu-shunos, jamiyatshunos, iqtisodshunos, millatshunos, tarixshunos, xalqaro munosabatshunoslar faloni xalqaro universitetining professori degandek ajoyib dongliq Uyg'ur arboblarimizmi bor ekan. Ular mazkur shuarni sharhlab berish uchun alohida qatnashtirilganmidir? Diqqat bilan anglagan kishi albatta shunday o'ylab qoladi. Chunki aslida Uyg'ur tashkilotiga, Uyg'urlarning vatan davosiga shunday arboblar bak lozimliq. Biroq undaq arboblar ne tashkilotda, ne bir davo sepida yo'q. Alli kimlarning ehtiyoji, kimlarning buyurtmasi uchun ba'zi bir so'rovlarda xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'ladi-da, daydig'ini deb quyruqini tutqizmay izdiraksiz yo'qoladi. Bu qitimi dal shunday bo'ldi. Ular o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining avtonomiyadan qancha yuz yasi yuqori o'rinda, hatto mustaqillik bilan yaqinli o'rinda turadigan bir ulug' muqaddas huquq ekanligini sharhlab izib ichiryapti. Yig'in zalida Uyg'urlar chavoq chelib olqish yangratdi. Bu yig'indagi eng sakchilikning biri, ya'ni yig'inni tartiblagan, o'rinlashtirgan asli xo'jayin Louisa Grevi xonimning nutqidagi muni mazmun edi. Uyg'urlar biz tarixda mundaq edi deb xiyolga banit bo'lmay, reallikni qabul qilishi, o'zlarini kelgusidagi demokratik Jongoning ichida his qilishi va uyg'unishi kerak. Bu so'zgimi yig'in zalida Uyg'urlar qizg'in olqish yangratishdi. Aslida e'tiroz bildirishi kerak edi. Aksicha tabriklab chavoq chelishdi. Uningda bundaq 3 turli sabab borligini tushunishga bo'ladi. Birinchi, Louisa Grevi xonim NED vaqtining Osiyo, Afrika va O'rta Sharq ishlariga mas'ul muavin raisi bo'lib, 2005-yillardan boshlab bizning vatan qutqizish harakatimizning siyosiy markazi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyini va uning ba'zi bir tarmoqlarini yillik maosh bilan ta'minlab boshqarib kelmoqda. Yig'inga qatnashgan Uyg'urlarning hammasi degidek shulardan tarkib topadi. Shunga xo'jayinning so'zi yig'in kun tartibiga uyg'un bo'lmasa-mu, shub o'ltirish yoki chavoq chelish kerak. Ikkinchi, bir turkum Uyg'urlar faqat xalqaro so'rinni o'zini ko'rish uchun qatnashgan. Kimning nima deyishi ular uchun baribir qiziqmaydi. Ular sahnada o'zlarini ko'rsa, rangli rasmlarda o'zlarini ko'rsatsa, hammaga rozi. Hatto shundaq bir xalqaroliq yig'inga qatnashib olish uchun yillab to'plagan pullarni xarajat qilib, qit'a atlab uchib berib, kutgan maqsadlariga yetganligidan o'zlarini baxtli his qilishadi. Üçüncü bir turkum kishilar maxsus shundaq bir vazifa uchun qatnashganlar bo'lishi mumkin. Yig'inda hal qilinmoqchi bo'lgan masala Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilamiz degan shuarni qonunlashtirish va xalqarolashtirish bo'lib, yig'indagi tema shuni sharhlash ustida edi. Biroq o'ylamag'an yerdan xo'jayin Louisa Grevi xonim boshqacha mazmunni qetib qo'ydi. Ya'ni demokratik Jongo ichida birlikda yashashni qabul qilish, Uyg'urlarning realligi, Uyg'urlar nemisiga qaysi kuchiga asoslanib o'z taqdirini o'zi belgilagan degandek signal berdi. Buni mundaq tushunishga bo'ladi. O'z taqdirini o'zi belgilash huquqi Xitoy bergan avtonomiyadan yuqori, mustaqillikning dastlabki qadami bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar avtonomiyani emas, o'z taqdirini o'zi belgilash, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini talab qilmoqchi bo'lsa, u huquqni kim beradi? Agar Xitoy bermayman desa, kim elib beradi? Uyg'urlarga mustaqillikni hech kim elib bera olmagandeklar, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini elib bera olmaydi. Xitoy nimani bersa shuni ola oladi. Ham shundaq reallikni qabul qilishga o'zlarini ko'ndirishlari lozim. Yig'indagi Uyg'urlar bu ta'addudga chavoq chelishdi. Louisa xonim shundaq deyishga haqli. Chunki yig'indagi tema aslida mantiqsiz, siyosiy asos yo'q, reallikda o'rniki bo'lib baxmagan safsata edi. Yig'ib aytganda Uyg'urlarni ko'ldirilishdan boshqa narsa emas edi. Chunki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi degan gap dal avtonomiyalik huquq normasining o'zidir. Birisi Yunoncha, birisi Uyg'urcha gap. Xitoyning 60 yillik avtonomiyasidan dat pandiyat degan chig'imizda amdilikda uning Uyg'urcha tarjimasi bizga tingilgan edi. Xalqaro huquq o'lchamlaridimi ikkisi bir gap.
Xitoy davlatiga nisbatan aytgandimi, o'z taqdirini o'zi belgilash hozirgi avtonomiyadan ortiq farqli narsa emas. Bu haqda xalqaro real vaziyatdan o'rnak keltirishimiz mumkin. Masalan, 1000 real vaziyatdan o'rnak keltirishimiz mumkin. Masalan, Serbiyadan ayrilib mustaqil davlat qurishni talab qilgan Kosovoliklarni Serbiya davlati qanliq bostirdi. Kosovo qurolliq harakati 1998-yil 28-fevral partizanlik shaklida boshlanib, xalqaro jamiyat BDT, Yevropa ittifoqi bu masalaga to'liq aralashguncha urush 1 yil davomlashdi. Lekin Kosovoliklar mustaqillik urushidan yonmadi. Serbiya qanliq bostirishdan voz kechmadi. Ziddiyat taraqqiy qilib Murassiyaga faqat yo'l qolmaganda Serbiya davlati Kosovoliklarni yer yuzidan to'liq tozalab, irqini yo'qotish urushini e'lon qildi. Va 28 soat havodan bombardiman qilib Kosovoning ko'plagan rayonlarida hayotlik tugashga boshladi. Bu qirg'inchilikqa Amerika dasturida aralashmaslik pozitsiyasi chin turdi. Ammo Yevropa ittifoqi Serbiyaga qarshi urush qarori oldi. Hem urushni boshladi. 1999-yil 24-mart Amerika boshchilik bütün NATO davlatlari qaror ma'qullab Serbiyaga qarshi NATO urush qo'zg'adi. Urush 77 kun davomlashib, Serbiya hukm talqon qilingandan keyin Kosovo omon qoldi. 2008-yil 17-fevral Kosovoning mustaqilligi uchun xalq ovoz berishga ruxsat qilindi. Bu ovoz ko'pligi bilan Kosovo Alban Cumhuriyati qurildi. Urush to'xtab, xalq ovoz berishkichi bo'lgan 9 yil oralig'ida Kosovoning bexatarligini Amerika, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Fransiya, Angliya qatorliq 6 davlatning askarlari qo'g'didi. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ishlarni BDT, Yevropa parlamenti birlikda idora qildi. 2008-yil 17-fevral xalq ovozi bilan e'lon qilingan Kosovo Cumhuriyatini Turkiya va Yevropadagi bir qancha davlatdan boshqa nurg'un davlatlar e'tirof qilmadi, hatto rad qildi. Agar Kosovolikning 2008-yili fevralda mustaqillik uchun bilat tashlagan harakatini Uyg'urcha o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi deyilsa, shu huquqni qo'lga keltirish uchun Kosovodagi urush xarobasini ko'rish va xalqaroning qanday kuch chiqarganligini anglash yetarliki, u huquq qon bilan elanadi. Buni Xitoymo Liuza Gru xonimi intayin yaxshi biladi. Yana bir misol. 3 yildan beri Angliya ittifoqida tinch yashayotgan 300 yildan beri. Yana bir misol. 300 yildan beri Angliya ittifoqida tinch yashayotgan Shotlandiyaliklar 2014-yil 19-sentabr kuni Shotlandiyaning mustaqilligini xalq ovoziga qo'ydi. Lekin mustaqillik uchun ovoz yetishmadi. Angliya hukumati 2016-yil 23-iyun Yevropa ittifoqi a'zoligidan chekinish programmasini xalq ovoziga qo'ydi. Shotlandiya bilan Shimoliy Irlandiyaning ovoz ko'pchiligi chekinmaslik. Angliya bilan Walesning ovoz ko'pchiligi chekinish bo'lib, natijada chekinish ko'p ovozga erishib, Yevropa ittifoqidan chekindi. Shuning bilan kutilmagan salbiy natija yuz berib, butun Angliya birlashmasining iqtisodi ma'lum nisbatda tuvalladi. Buni ko'zir qilgan Shotlandiya hukumatining navbatdagi raisi Nicola Sturgeon xonimning 2017-yil 27-mart Shotlandiya parlamentida Shotlandiyaning mustaqilligini xalq ovoziga qo'yish to'g'riliq sungan taklifi ovoz ko'pchiligi bilan ma'qullandi. Taklifda 2018-yil kech kuzgacha Shotlandiyaning Angliya birlashmasidan ayrilib mustaqil o'z oldiga Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lganligini xalq ovoziga qo'ymoqchi. Ammo Angliya hukumatining bosh vaziri Theresa May xonim Shotlandiya mustaqilligining xalq ovozi qo'yilishini Angliya rad qiladi deb ochiq bayonot e'lon qildi. Urushsiz tinch ovozni qo'yishga oldindan Angliya ma'qul bo'lishi lozim, ammo texi aniq bir qaror chiqmadi. Yuqoridagi ikki misoldan shuni bilib olishga bo'ladiki, Uyg'urlar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xalq ovoziga qo'yib, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'lga keltirish uchun yoki Kosovoga o'xshash Sharqiy Turkistonda xalqaro urush sahnasi hozirlanish kerak, yoki Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xalq ovoziga qo'yishdan iborat tanlash huquqini Xitoy hukumati e'tirof qilish kerak. Oldinqisiga xalqaro kuchlar qo'l tiqib aralasha oladi. Keyingisiga sirtdan hech kim aralasha olmaydi. Bu yakunni Kosovo bilan Shotlandiyaning vaziyati isbotlab turmoqda.
kesib aytishga bo'ladiki, mayli avtonomiya huquqi deyli, mayli Uyg'urcha o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi deyli, uni bir kimlar beradigan narsa emas, ham boshqalar aralashib ilib bera oladigan narsa emas. Balki ma'lum badal bilan qo'lga keladigan haq huquqning bir turidir. Uyg'urlar 2. ming yil ichida 3 qatim avtonomiyalik huquq olishga majbur bo'ldik. Yoki erishdik. Birinchi qatim 1212-yili Timur Chinga bay'at qilib, uningga 2 cho'ng Uyg'ur xalqligini 5.200.000 kvadrat kilometrdan ortiq tuproqni tinchlik bilan topshirib, uning badaliga tinch amallikni va ichki siyosatda o'z taqdirini o'zi belgilash, tashqi siyosatda Mo'ng'ullar bilan o'rtaq bo'lish huquqini olgan. İkinci qatim 1759-yili Manjurlar bizni ishg'ol qilganda uzun yillab isyon ko'tarib, chiriklarining kallasini munar tiklab, o'liklarni tog'dak dövlab, bizni ishg'ol qilganiga ming pushman digizgandan keyin ichki siyosatda o'z taqdirimizni o'zimiz belgilab, tashqi siyosatda Manjur imperiyasiga bo'ysunadigan avtonomiya huquqini olgan edik. 3. qatim 1949-yili Sharq Turkiston vaqtli hukumatini 30 ming muntazam davlat armiyasini qo'shib, kommunist Xitoy ishg'oliyatiga naq topshirib berib, uning badaliga 1956-yili avtonomiya huquqini oldik. Endi chet elda Xitoyga bergidek nimamiz bor? Nimani berib uning badaliga o'z taqdirimizni o'zi belgilash huquqimizni olmoqchi. Haq pul bermasa, derneklarimizning ijorasini to'lay olmaydigan tursak, haq pul bermasa kishilik huquq davosini qilish uchun uyoq bu yoqlarga ucholmaydigan holda tursak, hatto tashkilotning nizomnoma xitobnomalariga Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilamiz deb yozg'ini, shuningdek xalqaro yig'inimizda e'lon qilgani nada qoldi? Hech nima bo'lmagandeklar unutilib, so'zligideklar yer topsa, da'voning qimmatini tushirib, doirasini kichiklatib, Uyg'urlarning kishilik huquqini Xitoy hukumati dafsan qilmoqda deydigan bo'lishdi. Rahbarlarning ismiga kishilik huquqchi Paloni xonim, kishilik huquqchi Pistonchi apandim deb sifatlab ochilgan bo'lib olishdi. Xitoy hukumati yangi da'vo uslubi bilan ta'minlab, da'vogarlarimizni orqasiga selib oldi. Da'vogarlarimiz Xitoy hukumati ichkiriga yo'tkab ketayotgan qizlarimizning da'vosini yillab qilgandi, keyin namoz da'vosini, Ramazon davosini, tarovih davosini qiladigan din da'vogariga aylantirib qo'ydi. Emlikda saqal davosi, ro'mol davosi qiladigan tarmoq da'vogar holiga keltirib qo'ydi. Chunki qo'limizdan mustaqillik harakati qilish kelmasimi, og'zimizdagi mustaqillik davosidan undaq oldirab voz kechib ketmagan bo'lsak, balki Xitoyni undaq ahmoq holga tushirib qo'ya olmas edi. Og'zimizda bo'lsa-mu deb yuradigan mustaqillik davosini voz kechib erishgan narsa bir qancha odamning oylik maoshi bo'ldi. Shuning badaliga mushundaq saqal, ro'mol davosi qilib qaqshaydigan yerga keltirib qo'yildi. Gapning yig'indisi shuki, Uyg'ur da'vogarlarida o'ziga ishonch yo'q. Da'voga ishonch yo'q. Qilayotgan so'zli siyosiy mantiqi yo'q. Talab qilgan narsada real o'rnak yo'q. Shunga dunyo ahli dardimizni bilib tursa-mu, da'vorimizni tushunmaydi.